Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli qadrli a'zolari. Bugungi sotuvga chiqqan podofis kvartiramiz bo'ladi. Urganch shahrimizning ajoyib mestasida, zo'r mestada joylashgan, yo'lni bo'yinda bir xona, ikki xona qilingan, ham ofis qilingan. Hozir salon bo'lib ish yurittirganlar. Hurmatli vatandoshlar, yo'lni bo'yinda yana shu salonimiz. Podofis kvartiramiz sotiladi. Yurtgansin bedeni polvon do'kon, Jo'rabek salon, beda kafelar ham baydan. Tokyo kafesi, hurmatli vatandoshlar, apteka, magazin, hech nima muammosi yo'q. Bog'cha, maktablar ham bor. Bu tarafga kirsangizlar 3 bog'cha, 3 maktab bor. Sizlar zo'r mestada joylashgan. Shaharning ajoyib bir qaynab turgan yeri, hurmatli vatandoshlar. Bu tarafimiz esa Olimpiya stadioni bo'ladi. Shundan o'tib, chapga kirsangizlar Daretal, o'ng tarafda esa Raycenter Bazar. 19 marshrut ham yurib turibdi. Podofis kvartiramiz dokumentining muammosi yo'q. Shahrimizning ajoyib mestasida joylashgan ekan. Bu tarafimizda esa Avtodorojniy Gidrokollej Kensalar haqida Narxoz universiteti, bu tarafda esa Oskar Gamburg, Temur Gamburg joylashgan. 19 marshutlari 5-10 minutda o'tib turibdi. Hurmatli vatandoshlar, birinchi yerdan yuritib boraveramiz. Shu to'g'rimizdagi podofis kvartiramiz sotiladi. Narxini videoni oxirida aytib o'tamiz sizlar. Videomizni to'liq ko'rib boshlangizni so'raymiz. Eng aldilarini burchatga qilib, chiroyli qilib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Shu ziloniy zonamiz shu kvartiramizda, podofis kvartiramizda deyishli bo'ladi. Xalasangiz produktli magazin, telefon do'kon, aksessuar do'kon, xalasangiz salon, mujskoy salon ya jenskiy salon qilsangizlar ham bo'ladi. Palon do'konini yangina sizlar. Bunda yurtgansin shu salonimiz. Hali seri svetlar bilan alhavan bilan qoplangan, aynalı ishlar qo'yilgan. Dokumentlarning muammosi yo'q. Girgandan oyoqlarimiz kafil bo'lgan. O'ng tarafda bir xonasi bor, bir xonasi bilan buyonlarga chiqib, yengil tipda chiroyli qilib zotib qo'ydilar. Ko'pli po'lan bo'lgan. Ichini hamma o'zlari bilan sotiladi. Xalasan narsalarni ikkisi gelishib ham berilaveradi. Bir xonasi bilan, bir odam uchun, shuni salonga yursa, bir hamda 3 odam uchun mesta bor. Hurmatli vatandoshlar, shuning podofis kvartira qarab yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, bemalol kelaverasizlar, ustida gelishib beriladigan yeri bor. Narsalar bilan narsasiz ham gelishib beriladi. Birinchidan ko'rsatib boramiz. 2 konditsioner ekan, bir konditsioner, bunda bir konditsioner bor. Hurmatli kanallarimiz a'zolari. Birimiz 3.10 5.60 razmerda tushgan. Oyoqtiga kafel, bu yerda mebellar, necha oynalari, hamma instrumentlar ish qilib, hamma bor. Nov kerak bo'lsa qoldirib ketadilar shu yerda salonni. Nov kerak bo'lsa ba'zilar. Bir de ko'pli pol kollektorlari, chiroyli qilib kartinkalarni masib qo'ydilar, divorlar fonda. Yani yurtgansin gala gellar ham bor. Akkuratniy место ekan, tayyor biznes. Bu tarafimizda mening salon nov sharoitlar kerak bo'lsa hammasini qilganlarning bu yerda soch yurish uchun sharoitlari bizda tarafda hojatxonasi, bu yerda yana bir xonachasi bor. Bu yerda hojatxonasi akkuratniy bo'lib turibdi, oyoqtilar ham, divorlar ham kafel bo'lgan, aresonlar, rakovinalar bor. Bu yerimizda mana yurtgansin chiroyli qilib zotib qo'ydilar. Fonda patologlar, plafon, galagellar bor. Главный dokument ham tayyor, dokumentdan muammo yo'q. Eshiklar MDF eshik. Bu yerda elektrika avtomatlari har yer uchun oddiy siyma tortilgan. Bu tarafda esa podyezddan kirib chiqishlar. Salonda bo'lsa muasir ishda devorlar ham chiroyli qilib zotib qo'ydilar. Hurmatli vatandoshlar. Mebellargacha, kursilargacha tashab ketadilar. Konditsionerlar ham bor. Yozni kun ishlatmaka. Birimiz bir dana katyol ekamiz. Girgan yerda katyolning mestasi ekan. Razvedka joylari ham bor hammada. Xalasangiz bu yerda televizor o'rnatib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bu yerda mina avtomatlari bor. Elektrik avtomatlari. Narxi 550 million so'm. Shu durishini ichini hamma narsasi bilan xalasangiz jihozlari, narsalarni olib ham kelishaveradi. Narsasini olgan vaqtda narxi o'zgacha bo'ladi. Sizlar pastroq senada bo'ladi. Kelasizda primoy mulkiyasini o'zlari bilan gaplashib olishlaringiz mumkin. Ekranda mulkiyasining nomerini qo'yamiz. Primo o'zlari bilan gaplashib olishlaringiz mumkin. Yo'lning ustida podofis kvartiramiz. Narxi 550 million so'm. Kimdir to'g'ri yo'ldan bo'lsa, kelaveringlar hurmatli tomoshalar. Shunning podofis kvartiralarni qarab yurgan yaqinlaringiz bo'lsa, videolarni tashlab qo'yasizlar. Hamma obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.